Ayol orgazm his qila olmaydi va bu uning aybi yoki kamchiligi yoki uni qaysidir nuqsoni hisoblanadimi? Aslida agar ayol kishi orgazm his qila olmasa, buni juda ham ko'p faktorlari bor. Buni bitta eng muhim faktori ayollar shunchaki miyasida yashaydiki, ular miyasidagi muammolarning hisobiga o'zini his qila olmaydi. Ya'ni tanasini his qila olmaydi. Tanasini his qila olmagan inson, uni tanasini o'zini boshqara olmagan, o'ziga nima kerakligini his qila olmagan inson hech qachon orgazmni his qila olmaydi. Va albatta shuning uchun ham ayollarni ta'minlashga erkaklar bor. Shuning uchun ham ularning miyasidagi muammolar hal bo'lgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ularga boquvchi kerak, ta'minotchi kerak. Qachonki miya o'chganda ayol kishi orgazmni his qilishni boshlaydi. Lekin eri bor, hamma narsasi joyida bo'lgan ayollar ham ko'pchiligi orgazm his qilmaydi. Nima uchun? Chunki ular o'zini tanasini eshitishni bilmaydi. Ular o'zini tanasini eshitmaganligini hisobiga ularni hayotida ming xil muammolar kelib chiqadi. Aytish mumkin, "Hay, mayli endi orgazm his qilmasam nima? Men yashayapman-ku" deyish mumkin. Lekin sizni sog'lig'ingizdagi bir dunyo muammolar, tanangizdagi og'riqlar, miyangizdagi agressiyalar, erkak bilan munosabatlardagi muammolar, uni xiyonatlari, bu hammasi aynan shu ayollar orgazm his qilmayotganligidan kelib chiqadi. Agar ayol kishi to'liq 100% o'zi orgazmni his qilayotgan bo'lsa, unda hayotida muammolar o'z-o'zidan yechilib ketaveradi. Agressiyasi kamayadi. Masalan, juda ham ko'p ayollarni ko'raman, men agressiyadan bolasiga baqirib o'tirishadi-da. Vot. Endi qaranglar. Birinchi o'rinda ayol kishi o'zini his qila olishi kerak. Men yaqinda bitta narsani ko'rib, men to'g'risi shokka tushdim. Jiddiy vibrator deyishdi. Ya'ni Soft kompaniyasining yangi mahsulotini aynan ko'rganimdan keyin men hayron qoldim. Haqiqatdan istalgan ayolga u chustvani berar ekan, u his tuyg'uni berar ekan. Hattoki temir bo'lib qolgan bo'lsa ham biz juda ham ko'pchilik ayollarga buni berib sinab ko'rdik va har birida haqiqatdan o'zining tanasida bo'layotgan his tuyg'uni his qilish boshlandi. Juda ham ko'pchilik ayollarga men aytaman, siz birinchi o'rinda o'zingizdagi jinsiy a'zoni his qiling desa, qanaqa qilib qilaman deyishadi. Lekin biz ularga soatlab tushuntirishimizga to'g'ri keladi. Agar ayol kishida birinchi bo'lib uyg'onish bo'lmasa, erkakni xohishi kelganda o'zini ishini bitiradi, ketadi. Ayol o'ziga nima kerakligini bilmasa. Lekin sizlarga mana bu vibradan foydalansanglar, men tavsiya qilaman, o'zinglarni 100% his qilishga yordam beradi. Va eng qiziq jarayonlardan bittasi shuki, masalan, ayollarni orgazm ola olmasligini sabablari faqatgina erkak emas. Ayol aytishadiki, "Ha, meni erim qoniqtirmaydi. Meni erim tez tugatadi. Erim yaxshi qilmaydi. Men hech qachon his qilmaganman va bunga erkak aybdor" deyshadi. Aslida ayollarni o'sha lazzatlana olmasligini sababi birinchi o'rinda o'zida bo'ladi. Ularda tanani kartasi yo'q. Ya'ni tanani xaritasi bo'lishi kerak. Yani sen qachon o'sha xaritani his qila olsang, sen qachon o'sha xaritani bila olsang, ketma-ket, yo'lma-yo'l, o'shandagina senda bu holatda lazzatlanish 100% bo'ladi. Ya'ni jarayon boshlandimi, sizni 100% diqqatingiz faqat o'zingizning tanangizda va nimalar his qilayotganingizda bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda ayol o'zidagi jinsiy organlarni his qila olishi kerak bo'ladi. Va albatta er-xotin yo'l qo'yadigan xatolar ham bu yerda orgazm his qilmasligiga rol o'ynaydi. Masalan, erkaklarni faqat o'zini nafsini o'ylashi yoki erkakni ayolga kerakli bo'lgan narsalarni bermasligi yoki bo'lmasa ayoli o'zidan kelib chiqib fikrlashi. Masalan, erkakda bo'ldi, xohish uyg'ondi. Masalan, erkaklarda shunaqaki bevosita uyg'onish bo'ladi. Masalan, chiroyli qizni ko'rdimi, qo'li tegmadi hali, qiz yechinmadi hali, bo'ldi, uni nafsi uyg'onadi. Ya'ni ereksiya bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir chiroyli rasmni ko'rdimi, uyg'onadi. Xotinini o'yladimi, uyg'onadi. Lekin ayollarda unaqa emas-da. Ayollarning boshqa sirlari bor. Aynan o'sha sirli yo'llarni bilib, ayolni uyg'otib, ayolni o'sha vaziyatga tayyorlamasdan tappa ochib, tappa o'zini nafsini qondirishga harakat qilishi bu ayolni o'sha jarayonni hech narsa ola olmasligiga olib keladi.
ya'ni hech narsa his qila olmay qoladi ayol kishi. Birinchi o'rinda siz nimani his qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda ayol o'zingiz tayyormisiz? Mana shu jarayonga siz xohlayapsizmi? Yoki siz faqatgina shu uchun yotib bermoqchimisiz? Shuni jag'i o'chsin, shu menga janjal qilmasin deb turib bermoqchimisiz? U narsani siz birinchi tushunib olishingiz kerak. Endi ayol kishi o'zini tanasini his qilmasa hech qanaqa orgazm his qilmaydi. Ayol birinchi bo'lib o'zini tanasini his qilishni boshlashi kerak. Ayollar qanaqa qilib o'zini tanasini his qilish mumkin? Birinchi o'rinda albatta buning uchun biz meditatsiyalar beramiz. Meditatsiyada siz aqlni o'chirasiz, hamma his-tuyg'uni tanaga qaratasiz. Nafas mashqi. Hattoki o'sha kuni mana biz ayollar bilan offlayn ko'rishganimizda, nafas mashqi qilganimizda qizlar aytayaptiki, umrimda birinchi marta 3 yildan beri sizda o'qib, men to'g'ri nafas olish kerakligini, qanaqa bo'lishini tushundim deyapti. Ya'ni nafas mashqi sizning juda ham kuchli tarzda o'zingizga ulab beradi. Ya'ni sizni xayolingiz anti pishmagan sutingizda, yig'lagan bolangizda, onangizda, qizingizda bo'ladi va siz fikringizni jamlay olmaysiz. Tanangizga e'tibor qarata olmaysiz. Tanangizga e'tibor qarata olmadingizmi? Sizda hech qachon his-tuyg'u bo'lmaydi. Chunki biz hamma narsani tana bilan his qilamiz. Hattoki men e'tibor beraman, ba'zi bir ayollar ovqatni ham shunchaki ovqatni yeb yoradi, mazasini his qilmaydi. Ko'pchilik ayollar kelganda men birinchi savolim shu bo'ladi. Yegan ovqatingizni mazasini his qilasizmi deyman. Chunki men o'zim shu narsani yashab o'tganman. Haqiqatdan tug'ruqdan keyin depressiyada o'tirganimda, menda poslerodviy depressiyada ovqatni mazasini bilmaganman. Ovqat yerdim, mazasi bo'lmas. Keyin yig'lardim men. Adasi meni shirin ovqat yeydigan joyga olib boring deb. Shirin ovqat qidirardim, lekin hech qaysi joyda men ovqatni mazasini bilmaganman. Shunchalik darajada retseptorli yopilgan bo'ladi. Ya'ni bu ayolning miyasidan kelib chiqadi bu narsa hammasi. Albatta bunga qo'shimcha ravishda har doim egizak bo'lib, libidoni o'lishi keladi. Ya'ni siz o'sha erkakni xohlamaysiz. Siz erkakni ko'rdingizmi, undan qochgingiz keladi. Eringiz ishdan kelyaptimi, u kelguncha uxlab olgingiz keladi. Nima bo'lsa ham shu menga davay demasa, nima bo'lsa ham shu meni tinch qo'ysa, tezroq bahona qilib uxlab olsam, tezroq charchadim desam, kasal bo'lsam. Ko'pchilik erkaklar aytadi-yu, qachon xotinga ber desang, boshim og'ridi deydi. Nima uchun shunaqa desa, ayol aytadiki, meni haqiqatdan xohishim yo'q, xohlamayman deydi. Ba'zi bir ayollar o'sha lazzatni nimaligini bilmagani uchun ham shunchaki ularga bir og'ir yumushdek tuyuladi. Xuddi mana idish yuvgandek bir qiyin ish tuyuladi-da, jinsiy aloqa. Shuning uchun erkaklar ham, ayollar ham bu narsa bo'yicha bilim olish kerak, bu narsani o'rganish kerak. O'zini miyasini tinchlantirishni o'rganish kerak. Bu narsaga tana orqali ham yordam berish kerak. Ya'ni tana orqali biza masalan kursda zo'r praktikalar beramiz. Tana orqali qanday qilib ayol o'zini uyg'otishi mumkin va albatta men hamma o'quvchilarga tavsiya qilaman. Mana Soft kompaniyasini Vibra mahsulotini. Ya'ni bu siz uni klitoriga surtasiz va uni his qilishingiz kerak. U sizga vibratsiya beradi. Agar siz o'shani his qila olsangiz, demak siz erkakni ham his qila olasiz. Har bitta jarayonni his qila olasiz. Har bitta siz bilan bo'layotgan his-tuyg'uni, sizga bo'layotgan teginishni his qila olasiz. Agar siz o'sha har bitta jarayonni his qila olmasangiz, bu jarayon idealniy va oxirigacha yetgan jarayon hisoblanmaydi. Ayollar aytishadiki, nimaga erim xiyonat qiladi? Men har doim u qachon ha desa, men uni yoniga boradigan bo'lsam, ehtiyojini qondiradigan bo'lsam deyishadi, lekin men bitta narsaga e'tibor berganman. Mana shug'ullanishga boraman sport zalga. Va zalda men 3 soat shug'ullanaman. 3 soat. Lekin mana vaqti boraman. Haftada 3 kun 3 soat boraman. 9 soat shug'ullanaman. Lekin rezultat bo'lmayapti. Nimaga rezultat bo'lmayapti? Nima neto? Yoki 9 dan ertalab soat 7 gacha uxlayman bemalol. Lekin ertangi kunda o'zimni yaxshi his qilmayapman. Nimaga degan savol meni qiynaydi. Aslida sen 9 soat uxladingmi? 10 soat uxladingmi? Lekin uni sifati qanaqa bo'ldi uyquni? Kechasi bilan seni hozir uchun yotishdan oldin ovqat yegansan, miyang faqat ovqat hazm qilib chiqdimi? Yoki kechasi bilan tanang isib chiqdimi? Oyog'ing og'rib chiqdimi?
kechasi bilan yoki kechasi san chuqur uyquga keta olmadingmi, sifatsiz uxlagan bo'lsang, foydasi yo'q 9 soat uxlagan bo'lsang ham. Yoki zalga borganda 3 soat shug'ullangan bo'lsam, men sifatsiz shug'ullanganman. Hozir o'sha sifatni yo'lga qo'yishni o'rgandim. Juda ham ko'pchilik kulgim keladigan gapdachi kelib, voy men 5 marta qilaman, voy men 10 marta qilaman, men 1 soat qilaman. Kerak emas ayol kishiga 1 soat seks. U og'riq, u qochadi unaqa erkakdan. Xohlamaydi unaqa erkakning yonida bo'lishni ayol. 5 marta qilaman. Kim 5 marta senga beradi? Yoki bitta tiqib tinqitib tashlab, ikkinchi martasiga yana tinqitib tashlab qo'yadigan bo'lsa, u umuman qiziq emas ayol kishiga. Ayol kishiga maksimum 4-5 minut sifatli aloqa yetadi. Faqatgina eng muhimi o'sha seksni 3 ta etapi bo'lishi kerak. Bu etapni biz kursda o'rganamiz. 3 ta etapi bo'lishi kerak. Shu etap yo'qmi, siz hamma qilgan ishingiz bekor bo'ladi. Shuning uchun sifatga e'tibor berish kerak. Ya'ni sifatga e'tibor berish uchun birinchi o'rinda tanangizni 100% чувствительностьni uyg'otib olish kerak. Mana buning uchun sizlarga eng zo'r instrument. Buni yillar davomida miya bilan qilishingiz mumkin yoki soft bilan birdaniga buni natijasini olishingiz mumkin. Shuning uchun o'rtoqlar yana bitta narsa bo'ladi. Voy, men bunga o'rganib qolaman. Hech narsaga o'rganib qolmaysiz. Vaqti kelganda odamlar sigaretni ham tashlab yuboryapti. Narkoman narkotik tashlayapti-da, eng og'ir narsalar. Yosh bola soskani tashlayapti, eng og'ir narsa. Bolani ko'krakdan ayiribsiz, butun hayotini mazmuni bo'lgan. Inson hamma narsaga o'rganadi va hayotda yangiliklarni tatib ko'rishdan qo'rqmaslik kerak. O'zingizga yordam berishdan qo'rqmaslik kerak. O'zingizga yordam berishdan siqilmaslik kerak. Undan pul ham hech qachon vaqtni ham ayamaslik kerak. Butun umr orgazm his qilmasdan oilada muammolar mashincha bo'lib yashaganingdan ko'ra borib bitta aptekadan kerakli narsani olib, kerakli instrumentni olib foydalanib, uni natijasini olish menimcha oson va arzon deb hisoblayman. Har doim aytaman, bizning mahsulotlarimiz sizning muammolaringizdan ko'ra arzon. Shuning uchun muammolarni arzon yechimlar bilan hal qilinglar. Qimmatiga sog'liging bilan, vaqting bilan, eringning xiyonatlari bilan to'lamangda, arzonga oddiy mahsulot bilan, oddiy kurs bilan, oddiy bir bilim bilan muammolaringizni hal qiling. Demak, bu mahsulotni istalgan aptekalardan yoki korzinkadan sotib olishingiz mumkin. Xohlagan joylardan topasizlar yoki bo'lmasa Soft kompaniyasining o'zini shaxsiy Instagramiga biz Instagramni qo'yib qo'yamiz, отметка qilib yozsanglar, u yerda bemalol sayt orqali zakaz qilishingiz mumkin. Juda ham ko'pchilik odamlar bunday mahsulotlarni borib magazindan yoki aptekadan olishga uyalishadi. Siz saytdan bemalol o'zi zakaz qilishingiz mumkin va buni sizga hech kimga bildirmasdan dostavka qilib berishadi. Lekin men hech qachon uyalmagan bo'lar edim. Nima kerak bo'lsa, o'sha narsani joyida vaqtida olish bu uyatli emas, balki o'zingizga yordam berish. O'zingizga yordam berishni, o'zingizni himoya qilishning hech qanday yomon joyi yo'q.